demokratik islohotlar yo'li biz uchun yakkayu yagona va eng to'g'ri yo'ldir. Endi xalqimizni o'zi jamiyat islohotlar tashabbuskori degan mutlaqo yangi g'oya bilan ishlarimizni amalga oshiramiz. Men yurtimizda 2020-yilga ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb nom berishni taklif etaman. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Bir haqiqatni hech qachon unutmaylik. Biz buyuk tarix, buyuk davlat, buyuk madaniyat yaratgan xalqmiz. Biz hech qachon mehnatdan qochmaydigan, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, adolatli qadrlaydigan, azmu shijoatli buyuk xalqmiz. Barchamiz bir tana, bir jon bo'lib, yakdil va ahil bo'lib harakat qilsak, halol pok bo'lib, yaxshi niyat bilan mehnat qilsak, har qanday marralarni egallashga, boshqacha aytganda, tarixning yangi sahifasini yaratishga qodirmiz.